Men 8 yoshdaman. To'lay doktorimda 5 oy bo'ldi. Doktorlarim ancha yaxshi. Doktorlar operatsiya qilamiz dedimda, Rustam aka operatsiya qilish mumkin dedilar. Ahvollarim ancha yaxshi. Rustam akaga rahmat. Afsuski, xunuk shakldagi ko'krak deformatsiyasi asosan tug'ma bo'lib, ko'pincha boshqa tug'ma nuqsonlar va birga keladigan kasalliklar bilan birlashtirilishi mumkin. Bu bemorda organlarning to'liq teskari joylashuvi, ikki tomonlama bronxektaziya va og'ir kakeksiya bilan yerimli obstruktiv bronxit bor edi. 7,5 yoshida qizning vazni 14 kilo edi. Vakuum kolokol korreksiyasi albatta o'pka hajmini oshiradi. Undan tashqari yuqori kaloriyali parhez bilan murakkab yallig'lanishga qarshi respirator nebulayzer terapiyasi bu bemorga buyurilgan. Siz 5 oy davomida tana va ko'krak qafasining o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Qizcha endi kasalxonada tez-tez yotmayapti. Yana 4 kilo vaznga ega bo'lib, uning deformatsiyasi sezilarli darajada kamaydi. Biz unga yanada muvaffaqiyatlar tilaymiz.